Assalomu alaykum. O'zbekiston o'g'loning yo'lga chiqdi. Azizlar, hammangizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun juda ham minnatdorman. Hammangizga rahmat. Mana sizlar yordamlaringiz bilan, sizlar ko'maklaringiz bilan aktiv kundan-kunga ko'tarilmoqda. Vaholanki mana bugun 3-kunimizda yo'lda davom etamiz. Qiziqarli joylar, manzarali joylarni videoga olib qo'yishga harakat qilaman har doimgidek va duoda bo'lib turingizlar. Xudo xolasa Sirdaryo, Guliston olg'a qo'llab-quvvatlaymiz. Assalomu alaykum, xayrli kun aziz kuzatuvchilar, hamyurtdoshlar. Mana shu yo'lda ketar ekanman, hozir bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Sizlarga o'rtoqlashib o'tayim dedim. Mana qabr bor ekan. Kecha paradda gulchambarlar osgan menimcha. Sizlarga qiziq bo'ladi deb mana shu joylarni olish uchun biroz to'xtadim. Mana bu yerga 1942-yil Vostochniy Leningrad. Rasmlarni ham qo'yib qo'yibdi mana yerga. 50 gram qo'yib qo'yibdi. Orqa archalar. Ajoyib bog'. Savni glavni menga yoqqani azizlar, aziz do'stlar, mana bu kaska bo'ldi. O'sha kaskalarda qo'yib qo'ygan. Shu yaxshilab ko'rsatishim mumkin. Zanglab qo'yish. Gullar. Bu osil turganlar menimcha jo'y gullar emas, tepadagilar lekin jo'y gullar ekan. Ana atmosfera zo'r, havo yaxshi. Ana shunday o'rmonda mana qaranglar. Gullarni qaranglar, gullarni. Shunaqa xushbo'y. Shu yerda biroz dam olsammi deb turmayman-da. Yelik yo'lda turibdi. Yarim soat shu yerda dam olaman, ochiq tabiat qo'ynida. Va xolasa yana yo'l davom etaman. Qushlar chiroyli sayrayapti-da, o'sha qushlarning ovozi juda yoqayapti. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Shu desanglar, yana bitta fishkani ko'rsatmoqchiman. Boya 555 edi boya ko'rsatganim, endi mana bu 529. Bot Moskvagacha 529 kilometr bor. Sizlardan juda ham xursandman. Aktivimiz yaxshi. Ko'rsatmasin. Mana qishloqlar. Mana ketyapman yo'lda. Mashinaga yoki boshqa narsaga o'tirish xayolimga ham kelgani yo'q, to'g'risi. Yurak urib tursa, kuch-quvvat bo'lib tursa, olg'a bosamiz. Sirdaryo qarshi o'g'loning chiqmoqda yo'lga. Bu yo'ldaman-ku endi baribir.
Moskvagacha 529 kilometr, hozir 29 kilometr yuraman, shu bilan 500 kilometr qoladi. 4 kun, 5 kun yetib boraman ekan. Xudo xolisa nasib. Barchaga rahmat. Vot. Aziz do'stlar, bu yerda qaroqchilar yashaymi deymanda, qaroqchilar baron o'lib qo'yibdi. Sovet, Rossiya. Mana zaryad kelib qo'yibdi. Bizlarda stolchiklar. O'tirgich stolchiklari. Здравствуйте. Здорово, брат. Можно видео снимать? Ради бога. Как тебя? Нормально. Есть эта вода под вот там энергетик? Нет, такого нет у нас. Только вода чистая. Да? Чистая, да? Такого нет воды у нас. Фильтровая есть, брат? Нет, фильтровая тоже нет. У нас колонка убирает. Как вам? А? Потихоньку. Давай, Только ни одного клиента нету. Это плохо. Я мне энергетик сейчас спрятал. Да. Ну да там есть только 18 километров. 18 километров, да? Да, 18 километров. Там заправка. Заправка. Там и... Да, я видишь уже на карте. Давай, удачи, брат. Bunda yo'q ekan. Xursand bo'lib ketdi. Shu yerda biron narsa oladigan deb.